послушайте, этот человек, ассаламу алейкум, он приехал с Узбекистана, вот, с Ташкента, приехал в Кызылорду, чтобы увидеть наш концерт и со мной поздороваться. Настоящий поклонник. Где ваши аплодисменты? Давайте так договоримся. По-чекенски крик сделаем. Assalomu alaykum xonimlar va janoblar. Shu davraga yig'ilgan fayzli koshonamizga yig'ilgan Adhambek Yo'ldoshev muxlislari, qani guldiroz qarsaklar bilan. Shunaqa insonlarimiz xalqimizda juda ham ko'paysin. Iymonli, insofli, hammaga namuna bo'ladigan insonlar. Men tan berdim bu insonni saxiyligiga, qo'li ochiqligiga. Tanishgandan xursandman. Shuncha kundan beri oydinlik qilardim. Adhambek Yo'ldoshev ustoz bilan bir ko'rishsamda o'zimni niyatlarimni aytaman deb mana aytdim. Qolasa O'zbekistonda kutib qolamiz. Adhambek Yo'ldoshev ustozimizni 7 yoshga 70 yoshgacha insonlar kutyapti. Xudo xolasa shunaqa san'atlardan bahramand bo'lish hammaning orzusi, niyati. Xudo xolasa bu armon bo'lib qoladi degan umiddaman. Rahmat sizga.